Beshinchi mavzu bizada bu svetofor ishoralari. Qaranglar. Agar haydovchiga dumaloq yashil yonayotgan bo'lsa, haydovchilarga qoida bo'yicha barcha yo'nalishga yurish mumkin deyilgan. Lekin haydovchilar nechinchi tasmada turganini hisobga olishi kerak. Ya'ni 10 qatordan to'g'riga 10 ga yurish mumkin bo'ladi. Chap tasmada turganlarga bo'lsa, to'g'riga chapga va qayrilib olish mumkin bo'ladi. Keyin agar yashil ishora miltillayotgan bo'lsa, haydovchiga yurishga ruxsat beriladi, lekin bu ko'p o'tmay yashil o'chishi to'g'risida ogohlantiradi. Keyin agar chorrahada bizaga yashil yongan bo'lsa, ro'paradagi mashinaga ham yashil yongan bo'ladi. Chap tarafda 10 tarafda bo'lsa qizil yongan bo'ladi, значит 10 chap tarafdagilar yurmaydi, faqatgina yashil yonganlar yuradi. Bir vaqtda agar bir-biriga xalaqit bermasa. Lekin yashil yonganda chapga burilayotgan haydovchi, yashil yonganda haydovchi chapga buriladigan bo'lsa, unda ro'paradagi haydovchini o'tkazib yuborishi kerak bo'ladi. Chunki ro'paradagida ham yashil. Bularning o'rtasida sababi o'ng qo'l qoidasi bo'ladi. O'ng qo'l qoidaga asosan chapga burilayotgan o'tkazib yuborish kerak. Svetofor ishlayotganda mana bu belgilar, asosiy yo'l bering, ya'ni imtiyoz belgilari amal qilmaydi. Shuning uchun ham yashil birinchi oq birinchi o'ta olmaydi. Unga yashil yonsa ham, chunki unda asosiy yo'l degan narsa yo'q hisoblanadi. Ya'ni qizil bilan oq ikkalovi teng vaziyatda bo'lib qoladi. Lekin svetoforda yashil yonsa ham chorraha bo'shamagunicha chorrahaga kirish taqiqlanadi. Keyin svetofor yashil yonganda haydovchi chapga buriladigan bo'lsa, chap tarafda ajratuvchi mintaqa bo'lsa, ajratuvchi mintaqada svetofor turgan bo'lsa, svetofor oldiga to'xtash chizig'i chizilgan bo'lsa, unda chapga burilish va qayrilish uchun mana shu svetofor ishorasiga qarash kerak bo'ladi. Hozir svetofor ishorasi qizil yongan. Значит, haydovchi to'xtash chizig'ini oldida to'xtash kerak va unga chapga burilish, qayrilib olish taqiqlanadigan bo'lyapti. Значит, bizani bu yoqdagi svetoforimizni to'g'riga 10 ga yurishga ruxsat beryapti. Alohida ajratuvchi mintaqada turgan svetofor bo'lsa, chapga burilish va qayrilib olishi tartibga solayotgan hisoblanar ekan. Keyin haydovchilar chorrahalardan u kesib o'tayotgan chorraha nechta qatnov qismiga egaligini hisobga olish kerak. Misol uchun, ko'k strelka tarafdan keladigan bo'lsa, biza kesib o'tayotgan yo'lda ikkita qatnov qismi bor. Значит, bizning chorrahamiz ikkita kesishmadan iborat bo'ladi. Agar oq strelka tarafdan keladigan bo'lsa, biza kesib o'tayotgan yo'lda ajratuvchi mintaqa yo'q, значит bitta qatnov qismiga ega. Значит, bu yoqdan oq strelka tarafdan keladigan bo'lsa, chorrahada faqat bitta kesishmani kesib o'tayotgan bo'lamiz. Haydovchi esdan chiqarmasligi kerak. Chorraha har doim bitta bo'ladi, lekin kesishmalarning soni ikkita bo'lishi mumkin, bitta bo'lishi mumkin. Buni bilish kerak, belgilarni talabini tushunish uchun. Mana bu yerda ko'ryapmiz, yashil yongan, barcha yo'nalishga yursak bo'ladi. Lekin belgi aytayaptiki, chapga burilish taqiqlanadi deyapti. No, bu vaziyatda bizaga barcha yo'nalishga yurish mumkin. Sababi belgining ta'siri chorrahani birinchi kesishmasida tugayapti. Chorrahani ikkinchi kesishmasiga amal qilmayapti. Shuning uchun haydovchi barcha yo'nalishga yurish mumkin bo'lyapti. Bu yoqdagi misolda bo'lsa, ya'ni yashil yonyapti, lekin belgi turibdi, chapga yurish mumkin emas degan. Chorrahamizni faqat bitta kesishmali. Значит, bu chorrahadan faqat to'g'riga, o'ngga va orqaga qayrilib olish mumkin bo'ladi. Chapga burilish mumkin emas, chunki belgi taqiqlayapti. Keyingisi, mana bu yerda yana yashil yongan, barcha yo'nalishga yurish mumkin, lekin belgi aytayaptiki, faqat to'g'riga yurish mumkin deb. Значит, bu chorrahadan faqat to'g'riga yurishimiz mumkin bo'ladi. Lekin ko'rib turganingizdek, ikkita kesishmali bo'lgani uchun chorrahani ikkinchi kesishmasidan faqatgina to'g'riga emas, chapga va qayrilib olishga ham ruxsat berilyapti. Bu yoqdagi misolda bo'lsa, yana xuddi shunaqa vaziyat. Svetofor yashil yongan, lekin belgi faqat to'g'riga deyapti. No, biza kesib o'tayotgan yo'l bitta kesishmali yo'l. Значит, bu chorrahadan bo'lsa faqat to'g'riga o'ta olamiz. Shuning uchun test ishlayotganda belgi ta'sir qiladimi yoki ta'sir qilmaydimi, buni bilish uchun ajratuvchi mintaqa bor yo'liga e'tibor qilish kerak.
Ajratuvchi mintaqa bo'lsa, значит, butun chorrahaga ta'sir qilyapti. Ajratuvchi mintaqa bo'lsa, значит, faqat birinchi kesishmasiga belgi ta'sir qilayotgan bo'ladi. Chorrahaning ikkinchi kesishmasiga ta'sir qilmayotgan bo'ladi. Keyin, agar asosiy yashil svetoforga mana bunaqa strelka chizilgan bo'lsa, bu degani asosiy yashil yonganda faqatgina shu yo'nalishda yurish mumkin degani, to'g'riga o'ngga. Agar haydovchi boshqa yo'nalishda, ya'ni chapga yurmoqchi bo'lsa, unda qo'shimcha tarmoqqa e'tibor qilish kerakligini bildiradi. Endi qo'shimcha tarmoq nima u? Qaranglar. Qo'shimcha svetofor yashil yonsa, asosiy nima yonishidan qat'iy nazar, qizil yonadimi, sariq yonadimi yo yashil yonadimi, shu tarafga yurishga ruxsat beradi. Ya'ni bu vaziyatda asosiy qizil bo'lsa ham chapga yurishga ruxsat beryapti. Chapga yurishga ruxsat beradigan svetofor qayrilib olishga ham ruxsat beradi. Yoki keyingi misolda asosiy qizil bo'lsa ham ko'rib turibmiz, qo'shimcha yashil o'ngga ruxsat beryapti. Значит, boshqa yo'nalishlarga yura olmaymiz, lekin o'ngga yura olamiz qo'shimchaga. Keyin qo'shimcha yashilga yurayotganda yoki qo'shimcha belgiga yurayotganda haydovchi esidan chiqarish kerak emas. Boshqalarda asosiy yashil yongan bo'ladi. Asosiy yashilda yurayotganlar qo'shimcha yashilga yurayotganlardan ustun hisoblanadi. Shuning uchun ham qo'shimcha yashilga yurayotganda yoki qo'shimcha belgiga yurayotganda hammaga yo'l berish kerak deyilgan. Mashinalarga ham, piyodalarga ham. Xuddi shu talabga tramvay ham bo'ysunadi. Tramvay ham qo'shimcha yashilga yoki qo'shimcha belgiga yurayotganda boshqa yo'nalishdan kelayotganlarni o'tkazib yuborish kerak. Hattoki даже velosipedda ham. Keyin agar qo'shimcha yashil o'chuv bo'lsa, shu yo'nalishga yurish taqiqlanadi degani. O'ng tarafdagi qo'shimcha yashil o'chuv bo'lsa, значит, o'ngga yurish taqiqlanadi. Chap tarafdagi qo'shimcha o'chuv bo'lsa, значит, chapga yurish taqiqlanadi. Asosiy yashil yonsa ham. Значит, asosiy yashilga qolgan barcha yo'nalishga yursak bo'lar ekan, faqat qo'shimcha o'chuv tarafga yurib bo'lmas ekan. Keyin svetofor qizil yonganda haydovchi to'xtash chizig'ini oldida yoki to'xtash chizig'i belgisini oldida to'xtash kerak. Chizuvni ustiga chiqib to'xtash yoki chizuvdan uzoqda to'xtash taqiqlanadi. Keyin qizil sariq yonganda bizda haydovchilar sirazu harakatni boshlaydi. Qizil sariqga yurish taqiqlanadi. Haydovchi kutishi kerak qachon yashil yonishini. Bundan tashqari, svetoforda sariq yonganda to'xtashga ulguradigan haydovchi to'xtash kerak, chunki sariq harakatni taqiqlaydi. Lekin to'xtashga ulgurmaydigan haydovchi keskin tormoz bermasdan harakatni davom ettirishi mumkin deyilgan. Bundan tashqari, miltillovchi sariq bor. Miltillovchi sariq svetofor ishlamayotganini bildiradi. Agar svetofor ishlamayotgan bo'lsa, значит, bu chorraha tartibga solinmagan hisoblanadi. Piyodalar o'tish joyi, chorraha hammasi tartibga solinmagan. Lekin haydovchiga yurishga ruxsat beriladi. Keyin mana bunaqa strelka ko'rinishidagi svetoforlar bor. Bularda qizil, sariq, yashil ishorasi bo'ladi. Qizil taqiqlaydi, yashil ruxsat beradi. Lekin strelka ko'rsatgan tomonga taqiqlaydi. Hozir barcha yo'nalishga, o'ngga ham, chapga ham, to'g'riga yurishga ham taqiqlanyapti. Endi bo'lsa ruxsat berilyapti faqat o'ngga yurishga. O'ngga yurayotganda haydovchi o'ng qatorni egallash kerak, chapga yurayotganda chap qatorni egallash kerak. To'g'riga yurish mumkin deyilgan barcha qatorlardan, agar belgi yoki boshqa narsa taqiqlanmasa. Endi bo'lsa svetofor to'g'riga yurishga ham ruxsat beryapti. Значит, to'g'riga va o'ngga yurishimiz mumkin ekan, faqat o'ngga o'ng qatordan yura olamiz. Endi o'sha to'g'riga yurish taqiqlanyapti. Keyin mana bu yerda strelka endi chapga yondi. Значит, chapga yurish mumkin. Chapga ruxsat beradigan vaziyatda orqaga qayrilib olishga ham ruxsat berilar ekan. Keyingi svetoforimiz reversiv svetofor deyiladi. Reversiv tasmani ustiga o'rnatiladi. Reversiv degani harakat yo'nalishi qarama-qarshi tomonga o'zgaradi degani. Ya'ni bu tasmadan gohida biz yuramiz, gohida qarama-qarshi mashinalar yuradi. Agar yashil yongan bo'lsa, reversiv svetoforda reversiv tasmaga qayta tizilish mumkin. Faqat yashil yonyaptimi, reversiv tasmadan yursak bo'ladi. Lekin qizil yonsa yoki reversiv svetofor o'chsa, haydovchi o'ng qatorga o'tib olishi kerak bo'lar ekan, ya'ni o'ng tomonga qayta tiziladi. Keyingi svetoforimiz T-simon svetofor deyiladi. Bu belgilangan yo'nalishli transport vositalarini svetofori, ya'ni avtobus, tramvay, trolleybuslarniki. Bu svetoforda oq, yashil degani, qora, qizil degani.
bu chapga, to'g'riga, o'ngga. Mana bu yerda misolda ko'ryapmiz. Chapga yurish mumkin, bu yerda to'g'riga yurish mumkin, bu yerda o'ngga yurish mumkin. Agar tegi-digisi qora yonsa, bu degani yurish umuman mumkin emas. Ya'ni mana bu misolda ko'ryapmiz, tepadigilar oq yongani bilan tegi-digi qora turibdi. Значит, umuman yurish mumkin emas. Agar avtobus, tramvay, trolleybus, ya'ni yo'nalishlilarning alohida svetofori bo'lsa, ular mana shu svetoforga bo'ysunadi. Oddiy svetoforga qaramaydi. Agar yo'nalishlilarning svetofori bo'lmasa, unda yo'nalishlilar oddiy svetoforga bo'ysunishi kerak bo'ladi. Oxirgi svetoforimiz temir yo'l kesishmalarida qo'yiladigan svetofor. Bunaqa svetoforlarda ikkita qizil bo'ladi. Agar ikkita qizil ishora o'chib yonayotgan bo'lsa, значит, poyezd kelyapti, bizaga yurish taqiqlanadi.